Dimidagi Simtoshda to'yi bo'lyapti ekan. Bugun osh yegan. 17-aprel. Oshiga kelyapmiz. Shunaqa chiroyli manzarada yashaydigan. Wow. Wow. Ana lokatsiya tashib qo'yaman. Shunaqa kelaverasizlar. Qo'qon Angren. Havo ham cho'tki bo'lyapti. Mana manzaraga qarasalaring-chi. Soat 7. Wow. Anaqa вообще tuman tushgan. Yana oshga kelyapti bo'lman bratlar. Bizni ham olib ketsa yaxshi bo'lardi. Brat olib keting oshgacha. 5000 берарdim lekin. Время 7 утра. Кто-то собирается на работу, а кто-то еще спит. А я в такую погоду иду кушать плов. Кетадию. Что за вид? Машаллах. Эта тропинка ведет к плову. Локация в Телеграме. O'zim qaltirab o'tdim bu. Qarashni qaranglar. Qanday? Hali yosh ekan. Meksika legenda везде. Считаем пробку у нас, ё-моё. Gap yo'q. Ha, Isroil. Da. Dimida birga o'qiymiz-da. Birinchi o'qitda olib ketadigan sahiy odamlar. Yaxshi. Ha. Endi ishlayapsizlar, o'qish bitirdilaringmi? Ha, o'qishni bitirganmiz. Nima o'qish bitirgansizlar? Men endi Moskvada o'qiganman. Moskvada? Ha, Moskvani bitirib, shu yerda Toshkentda частный kompaniyada ishlayman. Yaxshi. Buni sizlar bu deb buni Toshkentdan ishda yurib samsatcha chiqaradi. Toshkentdami? Bir saat to'xtab Toshkentga. Kilometrlarni vaqti. Bir saat to'xtalib to'g'ri kurum tutgan. 20 yil bo'lganman dedingizmi? Ha, 20 yil ishladim. Angren barib tinchdi. Sokin. Ikki bo'ldik. Sahiy odamlar ham topildi. Tashib qo'ysa ham oshga kelyapti ekan. Brachkasimi deyman-da. Voy, manzarani qaranglar. Voy, mashalloh. Yomg'ir yog'adi deb zo'nchiqlar ham olib Yomg'irda o'qib ketmaydi. Ikkita pechenk. Assalomu alaykum. Ana Isroilning o'zi uyqudan endi turgan shay keldi. Bu bo'ldi. Kiyov bo'ldi. Voy. Это первый, это второй. Oshi. Xizmatni kattasini qilyapmiz. Turishdan boshqasiga yaramayapmiz. Mana bu manzarani qaranglar. Avtoparkovkani qaranglar. Kobaltani zikr ekan onasi. Zikr bo'lmayman. Trekker aytdi. Вообще 01 okaxonlar ham shu yerda. Nima deysan? Donni bermagan shekilli-da.
Boshlandi perimiz. Chorva qayerga boryapti? Shundan tomonda. Sho'rvani turib ichish mazali bo'ladi-da. Tabiatga qarab perib tugadi. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Kollegam. Ovoz eshityapsizlarmi? Tirs. Qaysi stollar qoldi? Mana bitta qo'yini so'yishgan, qo'yini osishgan o'shaqa. Hadi olishga o'ynayapti. Ayollarga ham hamma so'rayveradi. Ayollarga ham deyveradi. Mana mazgi kelmading. Shu yerdamiz hammamiz. Biz bugun Qo'tonga qiyosh kerak. Mazgi. Ketib qoldi.